ana Allohning borligi, barhaqligi buni ko'rib azizlar mushohada qilishlik kerak. Vaqtida tarvuzlarda yoki chorva mollarida bunaqa holatlarda bo'lishligi azizlar Alloh subhanahu va taolo bandalarini tafakkur qilishlikka, har birlarimizda mana shundan bir ibrat olishlikka Alloh taolo mana sizni bizni chaqiryapti. Mashaalloh. Mashaalloh. Mana Alloh o'zini borligini, barhaqligini mana o'zini chorva mollarda ham mana azizlar ko'rsak, arabiy xatda Alloh deb bu qo'yimiz har yil shunaqa tug'ar ekan. O'tgan yil ham mana shunaqa tuqqan, Fazliddin akamiz aytayapti. Bugun ham mana biz o'tayotib ko'rib qoldik. Mashaalloh. Alloh taolo har birlarimizni iymonda, islomda sabit qadam aylasin. Allohning o'zi bu xonadonga fayz barakotlarni, chorvalarga Alloh taolo o'zi barakot bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh.